Ha, yerni chopib o'tiribsizmi? Qayerga ketyapsan? To'ydim siz bilan yashashdan. Nima sizga qarg'ish tekkanmi? Ko'zingiz oqarmaydi. Jinni pinni bo'lib qoldingmi? Ne bunaqa gapiryapsan? Men sizga tegib nima ko'rdim? Erga tegayotganda yaxshi yashaysan, ota-onasi yo'q deyishgan. Ahvolimni qarang. Nima bu ahvol? Men hali yoshman. Siz ahvolingizni qarang. Ozgina sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling. Keling aka, nima xizmat? E'lon bo'yicha keluvdim aka. Ishchi olamiz degan ekansizlar. Xo'sh. Siz haqiqiy ma'lumotni o'qib chiqdim. Sinov muddati bilan ishga olindingiz. Tabriklayman. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Kecha xolizlar bilan kelgan ekansiz. Uyda yo'q edim. O'shaning uchun o'zingizni chaqirib qo'ya qoldim. O'zingiz bilan bir gaplashay deb. O'zi nima ish qilasiz? Avtosalonda sotuv bo'limida ishlayman. Xolam bilan sizni rosa maqtuvdilar. O'sha masalada keldim oldingizga. Ha, yaxshi. Xush kelibsiz. Mashina sizga ma'qul keldimi? Agar bu yoqmayotgan bo'lsa, Jack J6 ham bor. Aka, Jack G7 zo'r mashina ekan, menga ma'qul keldi. Bu haqida ozgincha menga ma'lumot bersangiz. Hozirda bu mashinamiz nalichida 245 million. Xohlasangiz agar firmangiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kreditga olsangiz bo'ladi. Bo'ldi, bizga ma'qul. Alo, assalomu alaykum adasi. Yaxshi ishlayapsizmi? Uy tozalagani qizni chaqiruvdim-ku. Hamma joy tozalab bo'lishdi. Faqat ko'chalar qoldi. Ertalab pul tashlab ketdim-ku. O'shandan beri urur. Ha, ertalab bergan pulingizmi? Ha, aniq narsa yegim kelibdi. Ha, bo'pti. Hozir o'zim borib beraman pulni. Keling, tezroq. Nima sizga qarg'ish tekkanmi? Ko'zingiz oqarmaydi. Sog' bo'ling.